Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, bugun haftaning dushanba kuni 23-mart kuni Xudo xolasa yana Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani O'zbekiston ofida ayaklarni gullagan vaqtida bir video olish niyat etdik, yaxshi niyatda. Musofirdagilar uchun albatta bu yana bizda endi bahorda birinchi kunlari boshlab bo'ladi. Bir ikki gün burun bir narsalar yo'q edi. Bugun aniq yuza tasavvur. Bolalarla uzun başladı. Musafirdagilar qo'llab-quvvatlab, layflarni bosib turasizlar. Xohlasa shunga ega bo'lib, bo'lsa harakat. Bolalar hammasi so'raydi. Shirasini olib yotibdilar. Bolalar hammasi bolalar. Gullarni bolani yesang shifa bo'ladi bahorda. Toza gullar turadi, quyoshning nurini olib turadi. Tabiiy dori vositasi bo'lgan bo'ladi. Masalan, yesanglar bemalol dori vositasidan yoshkalar ham jim-jit bo'ldi. Yolmadan merküller yapıyor. Qishloqni sog'inganlar uchun gömbük bahordan xabar olib turibdi. Qo'llab-quvvatlab laytlarni bosamiz. Safarda yurgan yurtdoshlarimiz qo'llab-quvvatlayverasizlar. Ha. Bo'ldi, al qo'lingni olib chiqaver. Ana buna bo'lib qo'yamiz, yetkazib yo'qlar oladi.